Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Budjet hisobidan yangi yil bazmiga taqiq va Andijonda qulagan bozor rastasi, mahalliy dajis. Davlat tashkilotlariga budjet mablag'lari hisobidan yangi yil korporativlari o'tkazish taqiqlandi. Hukumat qaroriga ko'ra vazirliklar, idoralar, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari hamda davlat ulushi 50% dan kam bo'lmagan xo'jalik birlashmalariga budjet va undan tashqari mablag'lar hisobidan yangi yil bayrami munosabati bilan korporativ tadbirlar o'tkazish hamda bayram dasturxonini yozish man etiladi. Bu taqiq aynan budjet mablag'lari va undan tashqari mablag'larni sarflamaslikka qaratilgan bo'lib, davlat organlari va tashkilotlari xodimlari o'z oylik maoshlari hamda rag'bat pullari hisobiga ishdan tashqari vaqtlarda yangi yil bayrami tadbirlari tashkil etishi mumkin bo'ladi. Davlatga qarashli bo'lmagan tijorat tashkilotlari, xususiy firmalar va kompaniyalar uchun mazkur cheklovlar tatbiq etilmaydi. O'zbekistonda tanqisdor va tibbiy jihozlarni tezkor olib kirish tartibi belgilandi. Sog'liqni saqlash tizimida vaqtinchalik tanqislik yuzaga kelganda, ayrim dori vositalar va tibbiy jihozlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmasdan majburiy sertifikatlash sharti bilan amaliyotda qo'llash va import qilishga ruxsat berish mexanizmi joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Tartib qarori maxsus ishchi guruh tomonidan qabul qilinishi belgilangan. Nizom loyihasiga ko'ra, vaqtinchalik tanqislik aholi va tibbiyot tashkilotlari ehtiyojini qondirish uchun dori vositalari yoki tibbiy jihozlar yetarli miqdorda mavjud emasligi yoki cheklangan miqdorda bo'lishi sifatida talqin etiladi. Tanqislik holatida ta'minlash bo'yicha qaror Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi doimiy ishchi guruh tomonidan qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Andijonda bozor rastasi quladi va bir kishi jarohatlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati Xo'jobod tumanidagi kiyim-kechak bozorida rasta qulab tushgani aks etgan video tarqaldi. Tarqalgan xabarlarda rastalar juda eski holatda bo'lgani, ma'muriyat sharoit yaratib bermayotgani va u bir kishining ustiga qulab tushgani aytiladi. Xo'jobod tuman hokimligi ma'lum qilishicha, voqea yuzasidan mas'ullardan iborat tezkor ishchi guruh tuzilib, o'rganish ishlari olib borilgan. Hodisa 21-dekabr kuni soat 11:00 atrofida tuman buyum bozori hududida sodir bo'lgan. Xabarda tadbirkorning do'kon oldiga qo'lbola usulda kirib olgan rastasi talabga javob bermagani, uning yuqori qismiga keragidan ortiq og'ir kiyimlar ilingani oqibatida qulab tushgani ta'kidlangan. Toshkentda avtobus haydovchisi o'z ehtiyotsizligi oqibatida halok bo'ldi. Toshkent shahri Sergeli tumanida avtobus haydovchisi bilan baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. 20-dekabr kuni soat 16:56 atrofida 55-yo'nalishda harakatlanadigan Yutong avtobusi haydovchisi avtobusni Sergeli tumani Xonobod ko'chasi bo'ylab boshqarib, temir yo'l kesishmasida poyezd o'tayotgani sababli to'xtab turgan. Shu vaqtda uning orqasidan to'xtab turgan 126-yo'nalishdagi Yutong avtobus haydovchisi avtobusni qo'l tormoziga qo'ymasdan pastga tushib, uning oldiga o'tgan. Shu paytda avtobus o'z inersiyasi bilan yurib ketib, haydovchini siqib qo'ygan. Oqibatda u voqea joyida vafot etgan. 1-yanvardan tadbirkor ayollar uchun yangi moliyaviy instrumentlar joriy etiladi. Qonunchilikka ko'ra 2026-yil 1-yanvardan Hamroh tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida xotin-qizlarning tadbirkorlik loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha mexanizmlar amalga kiritiladi. Jumladan, tijorat banklari ta'sischilari tarkibida ayollar ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan va rahbari ayol kishi hisoblangan kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarining kamida 10 ta ish o'rni yaratishni nazarda tutuvchi loyihalarga kredit ajratadi. Kredit stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasidan 10% punkt yuqori stavkagacha, miqdori esa BXM 25 ming baravarigacha belgilanadi.